Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, biz kuzatuvchilarimiz. Bugun bizda juda katta ob'yomda assortiment yog'ochlarni olib kelganmiz, ya'ni rossiyskiy yog'ochlar hammasi, xudo xolasa balandligini kurslarimiz tarafidan hozir buni ham orqadagi yog'ochlar bu yerda mana kurslar hamma assortiment yog'ochlarni olib kelib qo'ydi. Arzon narxlarda, ko'pligini hisobiga tezroq bo'lishimiz kerak, to'g'risi gap biz ham buni qimmat sotgan olib kelmaganmiz. To'g'risi iloji boricha arzon narxda qilib beraman, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib aloqaga chiqsani bo'ladi. Shu videoga like bosing, kanalni videoni oxirigacha ko'ring. Xudo xolasa sizlarga chiroyli video qilib berishga harakat qilaman. Sizlarga shunaqa taxta mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlarni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz qilsani bo'ladi. Yana bitta narsa, manzil Namangan shahar Shamshiboy bozorida video olinibdi akalar. Xo'p, 4 ta joyimiz bor. Bu yerda bitta joy, bag'i 3 ta joy. Hozir hammasini joylarimni tanishtirib, birma-bir sizlar bilan gaplashamiz akalar. Ismim Davron, juda ko'pchilik taniydi. Xudo xolasa 3 yildan beri YouTube platformasida o'zimizni ish jarayonlarimizni ko'rsatib, narxlarni aytib, YouTube'da ham savdo qilib keldik akalar. Xo'p, bo'lmasa biz boshladik. Yangi tushgan bunaqasi 15 ga qalinligi 4,5. Ya'ni 43-44 chiqadi. Uzunligi 4 metrli lestova bo'ladi bu. Pachkasini ko'rsizlar, shu ko'rdigan pachkani hammasi bir xil razmerda bo'ladi akalar. U manaqasi 15 ga qalinligi 4 dan oshiq ko'rsatadi, 4,5 metrli lestova bo'ladi akalar. Toza lestova, qarag'ay emas. Narxini 120 ming so'mdan qilib beramiz. 125 ming so'm sotib video uchun mana sizlar uchun 120 ming so'mdan qilib qo'ydim. Bemalol zakaz qilsani bo'ladi. Shu pachkalarni buzib sizlarga chiroylisini yuklatib beramiz akalar. Taxtani xudo xolasa, misol 100 ta oladigan bo'lsani 50 tasi butoqsiz boradi. Xudo xolasa shunaqa yog'och 50 beradi. Butoqsizlik ham, butoqsizini ajratib sotmaymiz. Mabodo mebelchi akalar so'rashadigan bo'lsa, faqat o'sha klientlarga sotamiz. Nimaki bu butoqsizni sotgandan keyin butoqli bo'lib qoladi. Bizga unaqa narsa kerak emas. Xudo xolasa aralashtirib beramiz. Butoqsiz ham bo'ladi, butoqli ham bo'ladi. Butoqli deganda unaqa katta eshak butoq bo'lmaydi. Xotirjam bo'ling akalar. Mana yonidan ko'rsani ham butoq ko'rinmaydi. Bo'lsa manaqa ham, shunaqa kichkina yog'och bo'ladi. Endi unaqa butoq ko'rinmaydi, xudo xolasa mana. Bo'lsa mana shunaqa butog'i bo'ladi bo'lsa. Xudo xolasa, unaqa eshak butog'i, unaqasini berilmaydi, chiqib qolsa ham singanchirgani bizga tan, xudo xolasa akalar. Xo'p, bu yerda lapshamiz 8 ga 2 to'liq razmerda bo'ladi. Uzunligi 4 metrli, 85 ga 2 ekan uzr. Eni 9 ko'rsatadi, uzunligi 4 metr ko'rsatadi. Mana suxi ko'rishingiz mumkin. Mana. Narxi 28 ming so'mdan qilib beramiz akalar. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Mana. Pachka. Zavod taxtasi akalar, zavod taxtasi. Hop, bu yerda hammasi shundan, shu razmerdan. Bu yerda mana zavodni 14 ga 35 bor bu yerda. Ko'rishingiz mumkin. Buni narxi 78 ming so'm qilib bera olamiz. Bu zavodga ozgina qimmatroq chiqadi. O'zi buni hamyonbop narxdagisi ham bor, hozir sizlarga ko'rsatamiz. Xuddi shu razmerimizni mana bu yerda turibdi. Bu ozroq 70 mingdan qilib beramiz. Primernoshqa 70 ming atrofida chiqadi. Uzunligi 4 metrli bo'ladi akalar. 14 ga qalinligi 32 li bo'ladi. Bu yerda 9 li razmerimiz bilan tez tanishtirib o'tib ketaman, chunki oldida juda ko'p katta ob'yomli yog'ochlarim bor. Uni hozir birma-bir sekin tushuntirib o'tib ketaman. Bular eski videoda chiqqan taxtalar, hozir buni narxini ham tushirib qo'yganmiz. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib ketsani bo'ladi. Buni ham strapiyaga o'g'lasani, larga ishlatsani bo'ladi. 9 ga 3,5, uzunligi 4 metrli bo'ladi akalar. Narxi keladigan bo'lsa, narxini 43 ming so'mdan qilib beraman. Sensatsiya narx bilasizlar, 46 ming, 47 ming sotganmiz. Shu holda xudo xolasa sizlarga berib yuboramiz. 43 ming so'mdan pul bo'shashga berib yuboramiz. Bu zavod yog'ochi 88 ga qalinligi 32 ko'rsatadi. Uzunligi 4 metrli bo'ladi, toza qarag'ay. Narxi akalar buni 45 ming so'm qilib beramiz. Bu yerda xuddi shuni 11 lik razmeri bor. Ya'ni manaqasi 11, qalinligi 33 ko'rsatadi, uzunligi 4 metrli. Bu ham zavod yog'ochi. Oldi tarafdan ko'rsizlar hozir mana. Taxta. Xudo xolasa sifati zo'r. O'sha hadovoy razmerimiz hamma so'raydigan 11 ga 3,5 strapilamizda narxi akalar 56 ming so'mdan qilib beramiz. Qo'liga tegadigan narxi buni. Bu yerda mana strapilam bor, 14 lik. 14 ga qalinligi 33 li, uzunligi 4 metrli, narxi 67 ming so'mdan akalar. Nima deysizlar? 67 ming so'mdan, xudo xolasa narxi o'ta arzon narxda bo'ldi. 70 ming so'mgacha sotganman, 75 minggacha sotganman. Bu strapilamiz orqa tarafdan ko'rinishi sizlarga
old tarafdan ko'rinishini ham ko'rsatib beramiz. Bu oldidagi baland pachka nima desani, bu ham xuddi o'sha boshda ko'rsatgan 15 ga qalinligi 43 lik lestovigimiz bo'ladi. Uzunligi 4 metrlik buni ham narxi okalar o'sha 120 ming so'mdan qilib beramiz. Bu yerda mana 15 ga 5 to'liq razmerimiz 135 ming so'm chiqadi. 15 qalinligi 5, uzunligi 4 metrlik toza lestova bo'ladi okalar. Hop, bu yerda reykalarimiz bor. Bu reykamizning narxi hop to'liq 5 ga 4 deydi, lekin ozgina minusi bor. Narxi 7 ming so'm bo'ladi. Taxtani kачествосini ko'rsizlar. Taxta udar. Bu yerda mana toza razmerda 11 ga qalinligi 3,5 plyusovый razmer suxoy. Bu okalar 65 ming so'm. Bu nimaga qimmat deyishingiz mumkin? Bu ham zavod, ham suxoy 4 metrli 1/5 sort, eng toza sorti deydi. Suxoy, xudo xolasa quruq, mashq holatda qoladi, ozayib semirib ketmaydi yog'och. Xudo xolasa narxi o'sha 65 ming so'm qilib bera olamiz. Hop, bu yerda mana 6 metrli hozir yangi kecha qachqurun tushgan 6 metrli strapilamiz. 11 ga 3,5, uzunligi 4 metrli, 6 metrli. Mana urishing mumkin. Narxini 86 ming so'mdan qilib beraman okalar, optim narxda xudo xolasa. Kelaverasizlar. Mana pastda raqamlarni qoldirdim, xudo xolasa telefon qilsani gaplashamiz. Bu yerda mana zavod yog'ochi ham bor. Menga zo'r kerak desani. Bu ham zo'r, bu suxoy. Mana suxoy kerak desani, bular endi nami bor okalar. Bular suxoy. Buning narxi okalar 100 ming so'm chiqadi, 6 metrli. 11 ga 34, 35 atrofida ko'rsatadi. Uzunligi 6 metrli. Buni biti mana qay. Shunaqa pachkali, mana pechatli kelgan suxoy. O'shani hisobiga qimmat. Nimaga qimmat desan, o'shani hisobiga qimmatroq chiqadi, lekin suxoy hech qanaqa razmini, pazmini yo'qotmaydi. Bu yerda to'liq 5 ga 4 ham juda ko'pchilik so'raydi menda, mana tushirib qo'ydi. 6 metrli 5 ga 4 narxi 9 ming so'm bizda. Xudo xolasa arzon narxda juda ko'pchilik 10 ming, 11 ming sotishgan. 9 ming narxi beramiz okalar. 5 ga 4, uzunligi 6 metrli bo'ladi. Bu yerda shpuntimiz bor, 9 ga 2, uzunligi 4 metrli, narxi 33 ming so'mdan qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli holatda bo'ladi. Sifatlari ham mana kursli, sifatlari ham xudo xolasa zo'r. Ijolat qildirib qo'ymadi. Yeni kattaroq strapil, qalinroq strapil so'raganlarga mana 36 lik strapilamiz ham bor. Mana qasi 18, qalinligi 36 lik, buni ham o'sha nima bo'ladi? Narxini 86 ming qilib beraman bunisini ham. Bu oldinroq tushgan partiyasi, bu yangi kelgan partiyasi. Mana ko'rishingiz mumkin. 86 ming narx beramiz. Oma sifati zo'r buning. 9 ga 3,5 strapilamiz 43 ming so'm. Ko'proq olganga xudo xolasa arzon narxda. Bu yerda reykamiz 5 ga 4 minusavoy, 4 metrli, buni ham o'z skitka narxda bo'libdi. Narxi okalar 6200 so'm beramiz, 6,5 ming sotganmiz, 6200 so'm narx beraman. Uzunligi 4 metrli, metr 6200 so'm. Reykalar bilasizlar, metr boy bo'ladi. Yog'ochlarimiz donali bo'ladi, dona narxda aytamiz. Xo'p, buni narxini o'galar o'sha 6200 so'm qilib beramiz. Chiqadigan razmeri 44 ga 37 chiqadi, uzunligi 4 metrli. Parashog'i ham bor, 4,5 ga 3,5, uzunligi 4 metrli. Narxini 5800 so'm qilib beramiz. Bu yerda mana zavod qo'li bor. Umuman juda asal yog'och. Mana ko'rishingiz mumkin. Bitta katta ishabi to'g'ri bo'lmadi. Pachkaning ichiga javob. Mana yo'llarni ko'raverasizlar. Mana yo'ni ham xudo xolasa. Razmer keladigan bo'lsa, hop, buni razmeri okalar chiqadigan qolgan razmeri mana qasi 11 dan oshiq, qalinligi 1.9 qolgan, uzunligi 4 metrli, narxini 43 ming qilib beraman. Mana. Bilasizlar, 45 ming so'mgacha sotganmiz bunaqa razmerlarni, 43 ming narxga beramiz. 6 metrli lapshamiz bor, 6 metrli lapshamiz mana. Ko'rishingiz mumkin, narxi 43 ming so'm qilib beramiz, 45 ming so'm sotganmiz. Bu ham o'sha skitka narxi. Endi 95 ga qalinligi 1.7 li, uzunligi 6 metrli, lapshaga zo'r narsa lekin. Foydalanmoqsani bo'ladi, 43 ming so'mdan. Bu yerda mana 5 ga qalinligi 3,5 li, 6 metrli reykamiz bor, shu qoldi. Hammasini olganga okalar 7 mingdan berib yuboraman. To'liq razmerda bo'ladi. Bu 45 ming so'm, 11 ga 3,5, 4 metrli, mana holatini ko'rsizlar. Bu ham o'sha holatiga qarab ketaveradi. Mana baland pachkamiz kilo okalar. Video boshda ko'rgan baland pachkani. Xo'p, bu 14 ga qalinligi 38 to'liq razmerda chiqadi. Menga bu qadar chotki strapil kerak deydigan okalarimizga mana sizlarga xohlasani apalibga qilsani bo'ladi, xohlasani podmoska ishlatsani bo'ladi, xohlasani strapilga ishlatsani bo'ladi, xohlasani lagaga ishlatsani bo'ladi. Narxini sizlar uchun okalar 80 ming so'm qilib bera olamiz. Qo'liga tegadigani oxiri 80 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 4 metrli bo'ladi. Mana pachkali. Hozir buni ham orqasidan olib ko'rsataman.
Video ozgina cho'zilib ketdi, xafa bo'lmaysizlar, chunki men sizlarga yaxshiroq zo'r tushuntirib berishga harakat qilibdim. Juda ko'pchilik bundan oldin videolarda tushunishmabdi nimani ko'rsatganimni, hayronman. O'shaning uchun men sizlarga atvideo hammasini birma-bir ko'rsatib, razmerlarni aytib, narxlarni aytib ketibman akalar. Bu orqa tarafdan ko'rinishi yo'g'chi, mana zavodniki emas deydigan akalarimizga, bu zavodniki. Zavod bilan zavod emassi farqi orqasidan qalin parashlikdan bilinadi. U haqida Instagramda yaqinda video chiqazamiz. U bemalol o'tib ko'rsatib bo'ladi. Bu yerda mana qo'lligimiz. Endi straplogandagi qo'lli ham kerak bo'ladi. Baribir bu bunaqasi 7 ga qallinligi, 3,5 uzunligi 4 metrlik qo'lligimiz 4 metrlik bo'ladi. Narxini okalar sizlarga buni hop 9 ming so'm qilib beramiz. Uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Bu yerda shpuntimiz bor. 33 ming so'm narxi beramiz. Manaqa saksaks qo'ygan, qallinligi 2, uzunligi 4 metrlik 33 ming narxi beraman buni ham. Buni o'ma sifati o'ta chiroyli. Holatlari a'lo darajada okalar. Hop, mana ko'rdinglar, buni ham. Bu yerda mana 11lik, qallinligi 3lik, uzunligi 4 metrlik strapelamiz bor. 58 ming chiqadi. Nimaga qimmat chiqadi deyishinglar mumkin. Misol mana strapelni ham hozir ko'rsataman. Men sizlarga yukini ochishga harakat qilaman. Ochdim mana. Xo'p, zavod bilan sizlarga zavod bilan nastasi. Chasni bilan zavod farqi mana. Chasni bitim tarsovka qilmaydi okalar. Zavod tarsovka qiladi. Buni orqasidan o'tadigan bo'lsa, orqasidan juda katta farq qiladi. Bo'yidan farq qiladi. Qallinligidan farq qiladi. Narxi 58 ming, lekin bu katta razmer mana. Olib qo'ysana bu 11,5 to'liq razmer. Buni narxi okalar 57 ming so'm chiqadi, misol. 57 ming so'mdan bu 58 ming so'm. Ham kichkina, ham ming so'm farq qiladi. Zavod bilan chasni biz ham qimmat olamiz, o'shuning uchun zavod taxti qimmat bo'ladi. Uni bu sohada yurganlar juda ko'pchilik biladi. Xudo xolasa sizlarga yetkazib oladi degan umiddaman. Hop, bu yerda lapshalarimiz bor. 9lik, 14lik. Bu ochilmagan, shpunt bo'lmagan chasni yog'ochlarimiz. 9ligi 30 ming so'm. Uzunligi 4 metrlik, qallinligi 2. Narxi 30 ming okalar. Hop, buni narxi 11lik, uzunligi 4 metrlik, narxi 38 ming so'm. Bu 14ligimiz 47 ming so'mdan berib yuboramiz. 14 ga 2, uzunligi 4 metrlik bo'ladi. Hop, mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa hamma tovarlarni ko'rsatdi, mana ko'rishingiz mumkin. Bitta mana 586, 585, 584 va 587-joy bizniki okalar. Mana uzun, xudo xolasa. Bu uzun ko'rsatmam, ko'p video qilganman. Xudo xolasa bemalol ishonch bildirib, pastdagi raqamlarga Instagram deysizlar, Telegram deysizlarmi, xo'p. WhatsApp'im ham bor. WhatsApp'dan yozsani ham bo'ladi. Juda musofirda ko'p ishlaydigan akalarimiz WhatsApp'dan yozishadi. Neki u WhatsApp hammaga udobniroq. O'shaning uchun WhatsApp'dan, Telegramdan yozsani, xudo xolasa javob beramiz qo'ldan kelgancha. Rasmlarni tashab beramiz yo'g'ochi. Ma'qul kelsa, jo'natamiz. O'ydagilarga ma'qul keladigan bo'lsa, keyin shopirdan pulni berib yuborasizlar. Oldindan bizda hech qanaqa to'lov yo'q. Xolasani bemalol telefon qilib so'rab olsani bo'ladi. Pastda raqamlarni qoldirdim. Okalar, yana video shunaqa ko'proq video chiqarishimiz uchun bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysani, xudo xolasa. Hech bo'lmaganda 2 kunda bir video qilib turishga harakat qilamiz, chunki qo'limiz tegmabdi. Yangi tovarlar ko'p tushibdi, ko'p ketibdi, o'shaning uchun ko'p uspet qilolmadim. Mana shuning uchun xafa bo'lmaysizlar okalar. Shu videoga bir dona like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying okalar. Sog' bo'linglar.